billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizge imanni yangilash, idiyimizni isloh qilish, axloqimizni rostlash fursatini yaratib bergan Janob Allohga buyuk hamd sanolar bo'lsin. İnsaniyetga sog'lom ideya qoldirib ketgan payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin. Muhtaram aziz qarindoshlar, bugun to'xtalmoqchi bo'lgan tema Allohning Ramazondagi ne'matlari degan tema haqida to'xtalamiz. Alloh taolo islom dinini bir bölük asaslardan ve bir bölük tarmoqlardan shakllantirgan. İslamningki bir bölük asoslari ve tarmoqlari var. Eğer muş asaslar barlıq gelse İslam mevcut oludu. Eğer bu İslam'ın asasları, kurulmaları öğrenilip düşse İslam öğrenilip çıkıyor demek. İslam'ın ki büyük asaslardan birisi mübarek Ramazan ayında roz tutuş. Allah Teala bu ayga başka aylarga o'xshamaydigan hem başka ibadetlerine, itaatlerine o'xshamaydigan alayid nimetlerini nisb qilgan. Ramazan ayı iman ayı deyishki bo'ladi. Ramazan ayı yaxshilik, berkat ayı deyishki bo'ladi. Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve do'zaxdan qutulishninki yo'lidir. Çünkü her qatim Ramazan kirgan vaqtida musulmonlar Alloh taoloninki ne'matlarini eslab chiqadi. Allohning ne'mat qilgan vaqtida uni sanab bo'lmaydi. Ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetini sanayman sanab bulanmaysizlar. Ramazan ayı kelgan vaqtida musulmonlar Alloh taoloning mo'min bandalariga ato qilgan ne'matlarini bir qator ko'zdan kechirdi. Bu ne'matlarning ichida eng buyuk ne'mat iman ne'matidan qapqasi Qur'oni Karim ne'matidir. İslamning asos qonuni bo'lgan, asosliq dusturi bo'lgan Qur'oni Karim ne'matidir. İslamning büyük asoslari bo'lgan ro'za ne'matidir. Hem Ramazonda elib berilgan her xil janglardagi Allohning nusratidir. İslam düşmanlarının üstüden g'alaba qilish ne'matidir qarindoshlar. Çünkü Ramazan tilg'ilgan vaqtida izzat, sharaf, g'alaba, nusratmi tang tilg'ilindi. Eğer insanlar Ramazandaki Allah'ın nimetlerini bilgen bolsa, yıl boyu Ramazan tutuşunu ümit qilgan bo'ladi. Men bugün Ramazanның fazilati yak nimetler to'g'risida doktorlar yak yangi ilm-fan o'ttirib qo'ygan ro'zaning inson badaniga bo'lgan foydalari va insonningki qurilmalarini yangidan gullantirdiganligi ya taraqqiy qildirdiganligi ve insan bedenindeki zararlarni qo'g'lab chiqardiganligiga o'xshash bu tibbiy sohaga doir manfaatlarga to'xtalmayman. Bu vaqtda ayrim to'xtalamiz. Men bugun Ramazonning imoniy ne'matlari ve ruhani foydalari haqida to'xtalib o'tmoqchi. Birinchi ne'mat Ramazon oyi iymonni kuchlantirishning fursati. İmanını yangilaşdan fırsat qarindoshlar. İdeya bekitish. Qur'on sünnet asosida ideya bekitish, ideyamizni qaytadan tasqab chiqish va ideyamizni qaytadan tuzlab chiqishningki bir fursat qarindoshlar. Vijdonni uyg'otadigan bir fursat. Uxlab qolgan, g'aflat bosgan qalbimizni tirildiradigan bir fursat. Datlışıp ketken ya günah ma'siyat aralashib qolgan qalbimizni tozalashning bir fursat. Bo'shab ketken ya g'o'rlashib qolgan irodamizni kuchaytirishning bir fursat. Büyük nishonlar, büyük g'oyalar uchun harakat qilgan bir fursat. Yillik g'oyani Ramazondan tortib boshlasak bo'ladi. Güzel axloq o'zlashtiradigan ve nachar axloqlardan tozalanadigan
bir fursat. Şundaqlam Ramazan g'afillar sagak bo'ladigan, g'aflat tushganlar uyg'onadigan, gunoh ma'siyatga kirib qolganlar tavba qiladigan bir fursat. İkinci fursat, yak Ramazan'ın ikinci nimeti, bu Ramazan ruh ey, vicdan ey ve insan özünü yükseldirdiğin, özünü paklap, tazlaydigan bir ay. Çünkü ruhani bir ay deymiz. İnsanın karakteri qarsak, insan bazıda yuqurq o'rlab, malayik süpeti olsa, bazıda tövenge tushib, hayvan süpetini bo'lib qoladi. Şunun için insan bazıda aldık qarab maqsa, bazıda yıkılıp çıkıp gidiyor. Bazı to'g'ri ish qilsa, bazıda xato ish qilib qoladi. Bazı itoat qilish, bazıda osiylik qilib qoladi. Bu insonning xarakteri. Mana bu Ramazan insonni taxmi poklaydigan, insonni taxmi tozlaydigan büyük bir fursat. Allah Taala xush bisliq ya qo'sh xarakterlik yaratilgan bu insonni poklaydigan, tozlaydiganga bir qanchalagan tozlash markazlarini ya o'zini poklash punktlarini bekitib bergan. İnsan mush markazlar orqali yoki mushu punktlar orqali o'zining iymonini kuchlantira oladi. O'zida illat bo'lgan bo'lsa tuzib oladi, o'zida kir maynachilik bo'lgan bo'lsa tozalab oladi. Neticede ak kiyim kirdim paklangandek paklan. Mesela 5 vaqt namaz insanı kunda tazlap turdigan amillarni birisi. İnsanga ruh qo'shadigan, insanga iroda beradigan punktning birisi. Shundaqlam bu yerda juma namozdan iborat haftalik bir punktning bor yoki tozalash markazim bor. İnsan bu yerda qalbini qayta bir qata haftalik tozalab chiqadi. Shundaqlam bu yerda Ramazondan iborat. Ramazonda qiyomda turish, tarovih namozini o'qish ve başka namazlarni o'qish orqali mana jilliq inson, jilliq tozalanadigan, jilliq poklanadigan punktlarmi mavjud. Peygamber Aleyhisselam bu to'g'risida 5 vaqt namaz, cuma namazı ve Ramazan yana bir bosqich kelgan qadar kapparat bo'ladi. Yani insanni tozalaydi dedi. Yani insanni poklaydi dedi. Bir şart insan çoğun günah sadır kılmaya kalsa, bir namaz bilen yan bir namazdan küçük günahını jüptürdü dedi. Ma cümadan yanı bir cümaya kadar ağırlıklı boğan küçük günahlı cüma bilen joyladı dedi. Rozu da bir aylık Ramazan'da yanı bir yıllık Ramazan kadar çoğun günah sadır kılmasa, onun küçük günahları tazlandı dedi. Bu şunda büyük bir nimet, büyük bir fırsat. Çünkü qaysi bir adamın 5 vaqt namaz tazlayanmagan bolsa, 5 vaqt namazı okumu o adam tazlanmagan bolsa, paklanmagan bolsa, heptilik cuma mu adamını paklayanmagan bolsa, mana Ramazandan ibaret yıllık fırsat bu. Bu fırsat bir aylık mükemmel bir fırsat. Eğer Ramazan'ın cayı toluq tutarsa, Ramazan'ın maksat nişanları ra'ay kılarsa, obdan bir fırsat. Allah'ın mağfirati girişidigan, öz ketkizip koygan noktalarını ıslah kılıp aldıgan bir fırsat. Eğer Ramazan'dan ibaret bir aylık medrestem tazılanmasa, bir aylık mekteptim obdan netice erişenmese, mana bu insan bedbaxt bir insan. Allah'ın rahmetinden mahrum bolgan baxtsiz bir insan. Demek 5 vaqt namaz bizning kundalik ishlarimizdan mezon. Men Allohga itoat qilib o'tamdim, qilmay o'tamdim men. To'g'ri yo'lda men o'tamdim, men o'tamdim deydigan mezon. Cuma bo'lganmiz haftalik mezon. Bir haftada men nima ish qildim? Qanday yaxshi ishlarni qildim? Qanday xato ishlarni qildim? Buni janglaymiz. Ramazon yillik mezon. Men bir yilda qanchalik yaxshi qilibdiman, qanchalik xato ish qilibdiman, qanchalik odam bo'libdiman, qanchalik o'zim tuzibdiman deydigan mezon. Mana buningla o'zimizni sep turishimiz kerak. Üçüncü nimet qarindoshlar, bu Ramazon oyi kirishi bilan barliq musulmonlar xursandlik uchundir. Çoğun olsun, küçük olsun, bay olsun, kembag'al olsun, er olsun, ayol olsun, Ramazan ibadet kılıp aldığan bir ay. İmanımızda güçlendirip aldığan bir aydır. Allah'a yakınlaşıp aldığan bir aydır. Dualarımız icabet olduğan bir ay. Büyük gayeler tikleydiğen bir ay. İrad tikleydiğen bir ayda bu xursandlik üçündir.
Shuning uchun kishilar itoat qilib olganligini xursand bo'l. Bu xursandlikning sababi nima desa, itoat qilib olish. Xatoliklar bo'lgan bo'lsa Allohdan kechirim tilab olish. Yaxshi ishlarni ko'p qilib olishdir. Bu Ramazon buyuk bir ne'mat. Shuning uchun Ramazon kelishligiga Ramazonni bir tutishga nisib qilsizlar deb duo qilamiz. Ramazon oyini ko'gin nisib qilsizlar deb duo qilamiz. Qanchilgan odamlar Allah Teala'dan Ramazan oyiga yetkish nisib qilib duo qiladi. Bu duo qilgan odamlar Ramazon salomat o'lishalasa Alloh hamsana aytadi. İtaat qilish fursatini beriblar. Yaxshi qilib olish fursatini beriblar. O'zimni taximni poklab olish, tozalab olish fursatini beriblar deb xursand bo'ladi. Allah Teala'nın ona hayat Ramazan ulaştırganlığı asasen xursand bo'ladi. Mana insanların yaxshi kimisi ömrü uzun bo'lgan, işleri güzel bo'lgan insan en yaxshi insandır. Hadis şerif shunday deydi. İnsandan yaxshisi uzun ömür ko'rgan va ko'p yaxshi qilgan insan isil insondir deydi. Şuna bu Ramazan oyi alayda Alloh shukr etish tegishlik buyuk ne'matlarning qatoridan sanaladi. To'rtinchi ne'mat Allah Teala'nın ro'za tutishga qudrat ato qilganligi. Kuch verganligi. Bu bir büyük nimet. Qarab bakın. Qanchilgan kesel adamlar var. Ramazan oyini ko'rdimiz ko'rdi. Ramazan ulaştımız ulaştı. Mush adamlar, kesel bo'lib qolgan adamlar. Bir kun Ramazan tutib olganda kuch ato qilgan bo'lsa deb Alloh tilab ketdi. Bu kesel adamlardan so'rab bakın. Qira adamlardan so'rab bakın. Qanchilgan qira adamlar, yosh bo'lgan bo'lsam-chu, sog'lom bo'lgan bo'lsam-chu, kuchim bo'lgan bo'lsa-chu, tutib olsam, Alloh yaqinlashib olsam, o'zimni taqimni bir tozalab olsam, poklab olsam deb arzu qilib ketdi. Demek bu Ramazan tutalgan bu halet bu büyük bir nimet. Allah'ın insanı Ramazan tutuşga kudret ato qilganligi teşekkür etish tegishlik bir büyük nimet. Eğer Allah sizden bu nimet tatib olgan bo'lsa, qanday qilardingiz? Şu Ramazan tutuşda ibaret sağlam bir bedenni berganligi, yoshlik kuchini berganligi, imkoniyatni berganligiga shukr etish tegishlik. Beşinci nimet qarindoshlar, Ramazan oyi boshqa ibadetlerden farqlanadi. Ramazan ibadeti boshqa ibadetlerden farqlanadi. Çünkü Ramazan kalbi ibadet. Bu içki ibadet. Bu insanınki his duygusuga, iş hareketiga, vicdanıga, imanıga münasebetlik bir hareket. Yani bu insanın zahirde görengenden bekrak içki dünyası münasebetlik bir ibadet. Bu adamın Ramazan tutkan ya tutmaganlığını paketlam Allah bilir. Çünkü gün uzun, vaqt uzun. Tuttum deb qo'yib suxana kirgan suv ichib olish mumkin. Armag'anchalik bir narsa yo'lish mumkin. Demek bu batini ibadet. İnsanın vicdanıga münasebetlik, imanıga münasebetlik, insafıga münasebetlik bir ibadet. Riya aralashmaydigan bir ibadet. Başka ibadetler qarsak aralashib qolish mumkin. Mesela namaz aralashib qolish mumkin. Palanaqın o'qimid deb qolmiz deb o'qib qolish mumkin. Zakat bergancha zakat bermabdi deb berib qolish mumkin. Haj qilgancha hojim desin deb qilgan bo'lishi mumkin. İnsan az to'la riya aralashib qolish mumkin başka ibadetdan. Ammo Ramazonda aralashmaydi. Çünkü bu Ramazan mahfi bir ibadet. İhlas talep qilgan bir ibadet. Ramazan tutgan adam riyaxo'rlik qilay deb riyaxo'rlik qilolmaydigan bir ibadet. Shuning uchun Alloh taolo buning mukofatini boshqasi o'xshamaydigan darajada buyuk bilman deb va'da qildi. Mana hadis sharifda, hadis qudsiyda Alloh taolo shunday deydi. Kullu amali ibn adam lahd. İnsan qilgan ishning har birisida o'zining nafsi qarta az to'la bir narsa tepilishi mumkin. Yoki azroq riyoxo'rlik tepilishi mumkin, yoki azroq boshqa maqsad tepilishi mumkin, yoki Allohdan boshqasi qilib salgan bo'lishi mumkin. Har turli illat az to'la tepilib qolamiz, tepilib qoldi. Illa siyam, Ramazandan boshqadi. Illa som ro'zadan boshqadi. Ro'zada o ish yo'q. Ro'zada ixlos bor, samimiyat bor. Buni faqat Allohning roziligi uchun tut. Shuning uchun necha soat, 10 necha soatgacha yiyish, ichish ve başka narsalardan o'zini kontrol qildi. Bu büyük irade taqozo qildi. Jonliq iymon taqozo qildi. Shuning uchun Alloh taolo fa innavli bu Ramazanni meni deb tut dedi. Meni deb isil ne'matlardan bu voz kechdi. Ve başka ishlardan voz kechdi. Shuning uchun buning mukofatini o'zim beraman. Başka mukofotni boshqasi beradi, yo'q, Alloh beradi.
Ve Ramazan gelgence bunun mukafatını men bermen degende bunun mukafati başkasına okşamaydı dedi. Başka ibadetlerge berildiğin mukafat okşamaydı dedi. Mukafatını kim bermen deydi qarindaşlar? Vezir bermen demep. Padişah bermen demep. Bay bermen demepdi. Yak bisi bermen demepdi. Allah bermen dedi. Eğer insani dünyadan bir padişah mukafat verdiğinse hem insan büyük mukafat erişinde peres kılışmam. Ama asman zeminden ilgisi olan insanı yaratkan zat mukafat vermense elbette bu mukafat şeksiz büyük bir mukafattır. Allah mukafatlı insanı büyük mukafatla mukafatlaydı. Şunun için Allah Teala bunun bir daha mukafat ne? Aşkarlamadı. Men mukafatlaymadı. Lekin nim bilen onu aşkarlamadı. Demek aşkarlanmaganlığı bu nimetten ya bu mukafatdan uluğluğunu, çattılığını gösterdi. Şunu bir yerde Ramazan'ı ihlas bilen tutkan, Ramazan'dan hakiki huzur ağan, Ramazan'dan lezzet isteyen, Ramazan'ı özünü paklap tazlayalgan adamlarının ki büyük mukafat erişidiganlığı şek yok. Mana bu mukafat her birimiz intilişimiz, her birimizden ki bunun karta şunu geylerimiz akşı, Allah hem sana yetişimiz tegişlik büyük bir ibadet bu karındaşlar. Altıncı nimet Allah Teala Ramazan ayını dozaktan azat oluş eyi dep belgilegen. Yani dozaktan azat oluşdan bir purs dedi. Çünkü Ramazan ayında netçilegan dozak mahkum kılıngan adamlar, hatalık bilen, ma'siyet bilen, günah sadır kılış bilen dozak mahkum kılıngan insanlar dozaktan azat kılındı. Hatalıklar keçirildi. Harık içip sağan bolsa, zina qıp sağan bolsa, cazanı bilen şugullangan bolsa, Müslümandan kınık çakılgan bolsa, abro çakılgan bolsa, epu kılın. Lekin kan ayrım. Ağzım çıktı. Müslümanınki hakkı, insanın insanındaki hakkı bu ötümükçü ötmeydi. Ama insan bilen Allah bilen bulduğun arasındaki münasebette hatalık olganımız Allah bunu ötüdü. Peygamber aleyhisselam Ramazan aydaki faziletini bayan kılıp inne lillahi inde kulli fitrin etqadi. Her katım iftar kıldığı vaxtıda dozaktan azat kılındığı adamlar var. Her gece Ramazan'ınki. Her güne iftar kıldığı vaxt dozaktan bir bölük adamlar azat kılındı. Şunun için iftar kıldığı vaxtda kılınған dua icabet diye yermişlerdi. Yani Allah'ı samimi seğingan, hatalıklarına tövbe kıygan, günah masiyetlerden kol üzgen, Allah ile buğan münasebetini yaxşılığan, özüne Ramazan'ın ki köle edip, yani denizde paklagan bu adamlar dozaktan azat kılınamız, azat kılındı. Bana Müslümanın ki dozaktan azat oluştu ibaret. Dozaktan kurtuluştan ibaret. Bu nimetten büyük nimet var mı kardeşler? Bu nimi bilen hasıl olursa Ramazan bilen. Kanda Ramazan bilen. Cahit tutulgan. Maksatlar ra'y kılıngan Ramazan bilen bulur. Ramazan'dan 7. nimeti Ramazan'da cennetten 8 dervazalar açılıyordu. Dozaktan dervazaları takılıyordu. Şeytanlar bağlanıyordu. Nemi sebepten şunlar? Kılınıvatkan ibadetinin köptükiden, yaxşılarının köptükiden, faziletinin köptükiden bulur. Günah işlerinin azayganlıkından, hata işlerinin azayganlıkından ve dozak girik sebepçi olan işlerinin azayganlıkından şuna dozaktan işler takılıp cennetin yolları açılıyordu. Peygamber aleyhisselam bu doğrusunda Ramazan kelgence cennetin yolları açıldı, işleri açılıyordu. Hiç kandak bir iş takılıp kalmaydı. Demiş kası ibadet, itaat, irade, ruh, gay nişan bilen cennetin yolu açılıyordu. Dozakның yolları takıl. Çünkü bu vaxtda insan özünü kontrol kılır. Nefsini kontrol kılır, tilini kontrol kılır, ağzını kontrol kılır, kusqını kontrol kılır, közünü kontrol kılır, kulağını kontrol kılır. Şeriat uygun işi olsa kılır, bomuz toktaydı. Şunun için cennetin yolları açılır. Dozakның yolları takılır. Şeytan bağlandı. Çoğun şeytanın Allah'a bağlayan bolsa, hadisden izahatı asasen, qalğan şeytanlar siz bağlı. Eğer şeytanla bir bütün bağlangan bolsa, yani bir yerde insanın nefsinden ibaret bir şeytan var. İnsanın havayavisinden ibaret bir şeytan var. İnsanın şehvetinden ibaret bir şeytan var. İnsanın gelidinden ibaret bir şeytan var. Hata işlerini, haram neslerini yapsırışı mümkün. Cinsi bilen haram işlerini yapsırışı mümkün. Eğer bunun manasını, manevi tarafını elip etsak, bana şeytanla bağlaydığı adam siz. İbadet bilen, iştahat bilen, ruhinizin üstünlüğü bilen, bana bağlaydığı adam siz ol. Bu Ramazan'dan ibaret bu nimette insan ibadet kılışta yol açılır.
itoatni ko'p qila oladi. Chunki Alloh taolo shaytonni men bog'ladim dedi. Ya emri bağladı, ya itaat işlerinin köp kılınışı bilen bu şeytan kama girip get. İnsanını azdırışka, insanını vesves kılışka şarait bombağalık için kama girip get. Şu yaxşılıkның işleri açıl. İtaatның darvazları köpeydi. Ramazandan ilgiri bombağan yaxşılık fırsatları Ramazan'da açıldı kardeşler. Şunun için Ramazan'da başka vaxtlara qaragancha yaxşıların sani əslab aşır. Kişiler Parvardigar qaytışqa başlayır. İlgiri namaz okumagan fasıqlı olsa namaz okuşqa başlayır. İlgiri harıq içken fasıqlı olsa onu taşlaşqa başlayır. İlgiri hata işli qıygan fasıqlı olsa Ramazan'dan ıslahat yolu gör. İlgiri tabaşılar bengili olsa en addi misal Ramazan bilen bu hata işlemi üzerine tatıdı. Zakat verilir. Sadaqalar verilir. Bundan taşqarı hayri ihsanlar qılınır. Yetim miskinlerinin halinden haber alın. Kembag'allar, muhtajlar asıl iftar vaqti. Bunun hammasi yaxshilik. Mana buni inson boshqa vaqt qaraganda qachon eslaydi? Ramazonda eslaydi. Chunki kambag'al ochqasi umuman Ramazonda qo'sqachi. Kambag'al ussa baynama ussizlik his qil. Mana bu vaqtda Allohning bergan ne'matlarini his qilib, Alloh bergan ne'matning bir qismini Alloh taolo buyurgan o'rinlarga berishga tirishir. 8. ne'mat qarindoshlar, Alloh taolo Ramazon oyiga boshqa ibodatlar bermagan ajoyib savob mukofotlarni belgilagan. Ilgirkidan aksicha. Masalan, bu qanday savob bor? Qanday ajr bor desangiz, gunohlarning mag'firat qilinishi. Qaysi bir odam Ramazon oyini ixlos bilan, samimiylik bilan tutalsa, gunohlari mag'firat qilinadi. Çünkü Peygamber Aleyhisselam men sâme Ramazan'ı imanen ve ihtisaben. Kim Ramazan'ı Allah farz kıptı dep tutsa, Ramazan tutsam savab buludu ma dep tutsa, ecir oludu dep tutsa, hatalıklarım tazlındı dep tutsa, gufira lahu ma taqaddam min zambi. Onun ilgir qıygan günahları afu kılındı. Çoğun günahdan baş günahları afu kılın. Belki çoğun günahlarım afu kılınışı mümkün. Tekrar tutsa. Allah köplep yeriniz afu kılınışı mümkün. Allah bilen bendini arzuduke buğa münasibetle afu kılınışı mümkün. Yani Peygamber Aleyhisselam men qama leyletel kadr, kim Kadir keçse Allah'ınki ulug' qilganlik ishini hem savab talab qilib, savab umid qilib Kadir keçsida o'rinda turib ibodat qilsa, bunun ilgari qilgan gunohlari afu qilindi. Bu fazilat nada topildi? Ramazon topildi. Şu bütün gunohkorlarga berilgan eng buyuk bishorat Ramazonda bor. Gunohkorlarga ochilgan jannatning darvozalari Ramazonda bor. Tavba darvozaları her zaman açık olsun ki Ramazan bekrak açık. Allah Teala günahının hemmini afu kılıp öttemen dedi. İnsan bilen insanın arasındaki ayrım, ama Allah bilen insan arasında boğan hatalıklar boğan bu hemmini afu kılıp öttemen dedi. Allah'ın rahmetinin kenarlıkını gösterip duruptu. Ramazan'daki 9. nimet qarindoshlar, bu ayda başka aylarga o'xshamaydigan, yak başka kunlarga o'xshamaydigan bir kun var. Kadir keçisi deydigan bir kecha. 1000 yıllık ibadetten afzal savab erishgan bo'ladigan bir kecha. Yani 83 yıllık nafli ibadet ki to'g'ri keldigan, yak 83 yıl ibadet qilganlikning savobiga erishgan bo'ladigan bir kecha. Bir inson 83 yıl ibadet qilsa erishgan bo'ladigan fazilatga, savobga mush bir kechada erishadi. Lekin bu kecha qachon buni Alloh bilir. Shu Ramazonning oxirgi 10 kunda mustahkam turinglar. İradanglarni ravurus bog'langlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu vaqtda Leyletul Qadr hayrun min alf shahr. 1000 aylık ibadetten afzal. Bu Allah'ın fazlı. Allah'ın bazı zamanlardan, bazı makallardan, bazı insanlardan afzal kılışı bu Allah'ınki fazilet. Çünkü qaysi bir adam bu Kadir keçisida, bu Ramazanның ahir 10 kunning birisida bo'ldi. Çünkü bunu muayyen bir kun deb belgilab qo'yish bu xato. Çünkü bunu Allah'dan başqa hech kim bilmaydi. Şunun için Allah Teala qaysi bir insonga Kadir keçisida 2 rakat ixlos bilan hech qanday xiyol, hech qanday o'yin o'ylamagan 2 rakat namoz o'qish fursatini ado qilgan bo'lsa, bu odam Allohning 83 yillik ibodat qilgan savob berishadi. Yani bu deganlik, ha men 80 yil umr ko'rsam ishim tugdi, mas'uliyat tugdi deganlik emas. Yani nechivangiz qilayotgan ishingizning ustiga ustalab savob berasiz degan gap. Qaysi adam bu kişide Allah zikr etishqa, Allah bilan munojat qilishqa, Allah zikr tashbih etishqa qodir bo'lsa, bu fursatni g'animat bilsin.
Qaysi bir odam Allohdan qo'rqib, necha vaqtiniz o'tkazgan xatoliklarga, necha vaqtiniz qilgan ozg'unliklariga yosh to'kishga imkoniyati bo'lgan bo'lsa, mana yoshni bu kechib to'kyapsiz. Xuddi bu odam mana bu kechir yosh to'kkan bo'lsa, Allohning oldida tizilinib turib, yosh to'kkan o'xshash fazilatga, savobga erishadi. Bu nima degan ulug' savob, nima degan katta ajr, nima degan buyuk bir fazilat. Onun ne'mat qarindoshlar, Ramazonda inson nafsi poklanadi. Bu Ramazon inson nafsini xatoliklardan, gunohlardan poklaydi. İnsonni jannat yo'liga, iffat yo'liga, qanoat yo'liga boshlaydi. İnsonda iroda yaratadi yuqori deganimizdek. Ruh yaratadi. Farishta sifat bir xil holatni, bir xil vaziyatni shakllantiradi. Ham inson bir omonat deydigan, ishonch deydigan bir narsani ato qiladi. Bu axloqni insonni yetishtiradi. Qaysi bir odam nafsining shahvatini o'zini tuta olsa, og'izning shahvati o'zini tuta olsa, tilining shahvatini o'zini tuta olsa, ham Alloh taolo halol qilib bergan yemek ichmakdan va ayolidan o'zini tuta olsa, albatta bu inson boshqa xatoliklardan, boshqa harom shahvatlardan, boshqa harom narsalarni yeb ishini o'zini kontrol qila oladi. Ramazonning ixlos tuta olsa, ham Ramazonning maqsadlariga rioya qila oladi. Bu Ramazon insonda taqvolik ruhini yetishtiradi. Ramazonning maqsadi taqvolik ruhini yetishtirish. İnsonda iroda, ruh shakllantirish. Bu Ramazonning maqsadi. Shu Qur'on kim la'allakum tattaqun. Allohdan qo'rqaysizlar. Taqvolik ruhini yetildirgaysizlar. Taqvolikdan maqsad shakl emas qarindoshlar. Ya'ni islom dinining ko'rsatmasi bo'yicha yashash. Mayli siyosat bilan shug'ullaning, mayli tijorat qiling, mayli jihad qiling, mayli başka ilmi işi şug'ullaning, mayli dehqonchilik, mayli navochilik qiling, islomning ruhi bo'yicha yashashni buni taqvolik deb ataymiz. Ramazondagi buyuk ne'matlarning 11-si Ramazon orqali har bir inson o'zining haqiqatini biladi. O'zining qanchalik odam ekanligini his qilib yetadi. O'zining qancha persen musulmon ekanligini o'ylaydi. O'zining haqiqatini bir tekshirib chiqadi qarindoshlar. Boshqa vaqtda bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketgan bo'lsa, ba'zi ishlar bilan mag'rurlangan bo'lsa, bu Ramazon har bir inson o'zininki islom mezonida, shariatning ko'rsatmasida qanchalik yaga mezonga sas qanchalik tushadiganligini biladi. Mana badan ojizlashgan vaqtida, tushdan keyin asrdan keyin badan ojizlashga boshlaydi. İnson o'zining ojizligini his qilishga boshlaydi qo'saqa chiqqan vaqtida. Bu vaqt Allah'ın ki ulug' zat ekanligini his qiladi. O'zining ojiz bir maxluq ekanligini his qiladi. Her zaman Alloh taolo talpinish kerakligini his qilib yetadi. Ham hech qanday narsaga ehtiyoj tushmaydigan Alloh taoloninki men ibodat qilishga arziydigan zot ekanligini tunib yetadi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson bilan jinni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim. Men ulardan rizq talab qilmadim. Men biznes biringlar demedim. Tamak veringlar demedim. Mening ehtiyojim yo'q. Rizqni men beraman, ne'matni men beraman. Faqat deganim men seni yaratdim, mening ko'rsatmam bo'yicha yasha, menga ibodat qildi. Sendan talab qilganim shu insonda. Shu inson o'zining haqiqatini bilsin. To'g'ri yo'lda men o'tibdimi, xato yo'lda men o'tibdimi? Allah bu dunyoda insonni nima uchun yaratganmi, shuning ko'rsatmasiga şu ruh uygun iş qilib o'tibdimi, ya xato yo'lda men o'tibdimi, o'zini bir janglab ko'rdigan bir fursat. O ikkinchi ne'mat Ramazonda butun dunyo bo'yicha musulmonlarning birlik ruhi shakllan. Birlikka asos shakllan. Birlikninki uli chiqlan qarindoshlar. Çünkü dünyadaki barliq musulmonlar o'xshash bir vaqtda yemek içmekten cheklan. O'xshash ibodat bilan. Masalan, farz namoz hammasi o'xshash, ro'za o'xshash, tarovih o'xshash ibodat shug'ullan. Her bir musulmon boy olsun, kambag'al olsun, büyük inson bo'lsin, oddiy inson bo'lsin, podshoh bo'lsin, fuqaro bo'lsin, hammasi Allohning shariatining oldida barobar. Hammasi o'xshash ibodat bilan yashaydi. Hammasi o'xshash ibodatga amal qiladi. Hammasi
boy olsun, kambag'al olsun, podshoh olsun, fuqaro olsun, o'zining ojizligini, Alloh muhtoj ekanligini his qiladi. Qo'sqa ochgan boy, ussizlik his qilgan boy, Ramazonda yemek-ichmak topolmayotgan, turmush qiynalıyotgan musulmon qarindoshlarini eslaydi. Majburiy eslaydi. Boshqa vaqt eslamasa Ramazonda eslaydi. Demek bu Ramazonda insonlar artık farq tamamen yo'qaydi. Açıqchilik ne? Yak açlıkның qanday bo'lganligini his qilgan boy, bu tuyg'u kelgan vaqtida kambag'allarga, miskinlarga, ehtiyojvorlarga xayr ihson qilish o'zligidan intiladi. Allah'ın bergen nimetinin ki qanchalik yüksek ekanligini, uning bergen nimetinin kattaligini his qilishga boshlaydi. Demek bu orqali jamiyatda qarindoshlik ruhi shakllanadi. Boy kambag'al ruhi tugaydi. Musulmonlik ruhi avjal, qarindoshlik ruhi shakllanadi. Boy olsun, kambag'al olsun, nafsi poklan. Boy zakatni berish orqali, xayr ihson berish orqali o'zining nafsini poklagan bo'lsa, bu kambag'allarningki ba'zisi hammasi bo'lmasmi hasadxo'rlik qilishdan yoki boylarga bir yomon ko'z bilan qarashdan uning nafsini poklan. O'zaro hamkorlik ruhi shakllan. Jamiyat bu orqali kuchlan. Bir-birini yomon ko'radigan illat bu yer tugaydi. Qachoniki Ramazonning ruhiga amal qilinsa, Allohdan samimiy qo'rqib ro'z tutilsa, endin jamiyatda birlik olur. Birlik degan shu alninki, shu orni ochqichi taqvolik qarindosh. Allohdan qo'rqish, islomning ruhi bo'yicha yashash bu birlikning asosi. Agar buning bo'lmay turib birlik desa, nafs tatidi, ko'ngli tatidi, shahvat tatidi, bu birlik 4 kunda parchalanib tugaydi. 13-ne'mat Ramazonda qarindoshlar, bu oy ajr, savob, yaxshilikning xazinasi yoki ombiri deyishki bo'ldi. Bu ayni yaxshilik, savob, fazilatning ombiri deyishki bo'ldi. Chunki bu oyda yaxshilar ko'plab bo'ladi. Ajrlar hassasi berildi. Barakat ko'paydi. Yaxshilar musulmon jamiyatining hammasini qoplaydi. Qarshi hamma inson yaxshi ko'rinadi. Bir-birisiga azob verish xohlamagan, bir-birining ko'nglini ranjish xohlamagan, axloq tuzilishga boshlagan, pasif axloq bo'lgan bo'lsa, isloh qilishga boshlagan, qalblar jonliq, ya'ni qalbi to'q, ruhi jonliq, bu psixikasi jonliq, psixik buzilish yo'q. Ramazonning oldida psixik buzilish bo'lgan bo'lsa, bir xil yetimsirash holati bo'lgan bo'lsa, bir xil ansizlik bo'lgan bo'lsa, bu Ramazonning ruhaniyati bilan, Ramazonning ne'mati bilan bu psixika joyiga tushirlik. İnsan tanp olunishi olur. Çünkü onun kalbi Allah bilan bağlandı. Allah bilan bo'lgan aloqasi yaxshilanish bilan bunun psixikasi tuzilishga boshladi. Garchi zulm bo'lgan bo'lsa-mu, garchi tajovuzchilik mavjud bo'lgan bo'lsin. Ramazon oyida qarindoshlarning bir-biriga bo'lgan munosabat aloqasi kuchaydi. Musulmonlar bu kunda eng yaxshi, eng fazilatli, go'zal kunlarni kechiradi. Bir-biriga azob verish xohlamaydi. Bir-biriga aziyat verish xohlamaydi. Bir-biriga ziyonkashlik qilish xohlamaydi. Bu ruh Kiler Ramazan'da davamlaşarsa, endin bu Ramazan'da biz ihlas bilen tutkan bolumuz. Bu Ramazan'da takvalık ruhini itildirgen bolumuz. Bu Ramazan'ınki ruhaniyeti erişken bolumuz. Eğer Ramazan'dan çıkıp 2 gündeki özümüzdenki kovani payımız yanı varsa, hata atımız yanı varsa, hasadxo'rligimiz yanı varsa, bir Müslüman düşman görüşki yansak, ziyan selişki yansak, hasadxo'rlik yansak, urk olashki yansak, ya bir-birisinden mesxir qilish, ko'zgilmaslik degan o'xshash. Bu xil illatlar yanib qolib qolsak, bu Ramazonda o'zimizni oldigan bo'lamiz. O'zimizni ochib qo'ygan usulni oldigan bo'lamiz. Samimiy tutmagan bo'lamiz. Ramazonning ne'matiga erishmagan bo'lamiz. Shuning uchun bu ne'matlarni qadrini bilaylik. Ixlos ruhini yetildiraylik, taqvolik ruhini yetildiraylik. Mana bu Ramazonningki ne'matlari, Ramazonningki qisqacha maqsadlardan iborat. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.